Ko'rmayman dedingiz-a? Ha, Namangandanmidingiz? Namangandan. Va amakimiz kelgan, ajoyib amakimiz kelganlar, Namangandan kelganlar, faqatgina meni ko'rsatmanglar deyaptilar. Meni gapimdan qo'yib. Haligi boshidan o'tgan tabib degan narsa bor-da odamlar. Bu akamiz rosa doktorlari ko'rgan ekan. Ana shular bir fikringizni ayting, nimalar bo'ldi demoqchiman. Negaki, men shu YouTube'dagi videolarimizda juda ko'pchilik odamlarga davolash aytib chiqqanman. Qanday qilib davolash kerak, nima qilib davolash kerak, nimani qanday qilish kerak, qachon yeysiz, qachon yemaysiz, nima yeysiz, nima yemaysiz, hammasini aytib chiqaman. Amakijon siz bu yoqqa o'tiring. Siz ovozingiz eshitilsin-da. Ha, sizni ko'rsatdingiz, mayli, lekin ovozingiz eshitilsin. Endi qarang, mana hozir siz ismingiz Abduqodir. Abduqodir aka. Keling aka, keling aka. Zo'r bo'ladi aka, undan xavotir olmang. Yaxshimisiz aka? Sog' yaxshi. Joningiz og'riydi. Shunday o'tirib. Yaxshimisiz? Qani Abduqodir aka, bir boshdan nelar bo'ldi? Menda nima desa bo'ladi? Organizm ishlamay qolgan ekan. Hamma og'riq bo'lgan. Ha. Hamma ishni majburan qilganman. Ha. O'zimni xohishim bo'lmagan narsani ham majbur qilganman. Xohish bo'lmay, lanch bo'lib bo'shashib. 3 kunlab ham uxlayotganman men. Bir haftadan ovqat yemasdan uxlayotganman davrida. Ha, ha. Hech kimni ko'rmasam bo'ldi deganman, uxlasam bo'ldi deganman. Boshqa 7 kun 8 kun o'tib ham o'zimni bir narsalar bilan o'zimni shu mashinasini yegin, mashinasini ichsang tirilasan degan o'zi gapiradigan organizm. Shunaqa o'zimni tiklaganman. Lekin yana 3 kun nimadan keyin yana majbur shunaqa ko'p bo'lganlar. Qancha vaqt bo'lgan shunaqa? Bu narsaga menga boshlangan 20 yil bo'lgan. Voy. Mash kasali boshlanishiga. 20 yil bo'lgan. 20 yilda men qaysi nimada doktor ko'rsam, mashinasini dori desa hammasini qilib ko'rganman. Toshkalidan hamma nechta eslay olmayman-da men. Kallam ketib qolgan-ku. Mashinasi foyda qiladi insonga degan hammasini dastak qilib oldirganman. Ichganman. Menga hech kim ishonmay qolgan oilamda. Sen deydi ko'ringanni narsasini ichavergan tuta olmaysan-ku degan. Hamma. Endi shu yil yozda o'tgan yozda. Sizni shuna ko'rdimda, shuna telefon qildim. Telefon qilsam sразу Ranoxon oldi. Ha. Ranoxon olgandan keyin doktor bilan gaplashishim kerak dedim men. Siz bilan. 150 ming pul tashlab bering dedi. 150 ming pul o'tkazdim. Onlayn konsultatsiya. Onlayn o'tkazimda men uni o'zim texnikani yaxshi tushunmayman. Mana kelinim yo'q qizim o'tkazib berdi pulni. Ha. Kartadan. Kelganda o'tkazgandan keyin sizni kutdim. 1 kunmi, 2 kunmi siz vaqtingiz yo'q ekan. Men tushundim o'zi vaziyatni. Tushungandan keyin kutaman dedim. Kutgandan keyin dedi doktor shu bugun dedi siz bilan gaplashadi dedi. Ranoxa menga telefon qildi. Telefon qilgandan keyin Abduqodir aka dedi doktor mashinasini tavsiya qildi 1.175 ming pul tashlab bering dedi. Dorilar bor edi dastakbas bilan. Men sразу pul tashlasam o'yda menga ayollar yonidagilar siz dedi qanaqa odamsiz dedi. Qanaqa odamsiz? Ko'ringanga pul tashlab beraverasizmi dedi. Men aytdimki mana mashin dedim mana kunlar qildim. Mashin meni oxirgi doktorim bo'ladi dedim. Boshqa doktorga bormayman dedim. Ishoningda? Ichimdan to'qayotganman. Mashin meni oxirgi doktorim oilamga aytdim. Boshqa doktorim agar shu bilan tuzolmasam men dedim, shu bilan dedim boshqa ish bilardim, bilmayman tuzolmasa kasalga dedim. Sizga o'shanda shunday gaplashganda ishondim, mana shu bilan yaxshiman, zo'rman xudoga shukr. Yo'q, o'tiring-da. Nimalar bo'ldi keyin? Nima o'zi shikoyat bordi? Haligi uni ichishdan oldin nima shikoyatingiz bordi? Hop. Endi ayollar bordi. Ha, mayli. Qoriningizdan bo'lardi. Bilan charchardingiz. Ha. Ayollar shikoyat aytdi. Ha, mayli. Mana tegishli gaplar bor ekan, ha. Ishlar yaxshi yurmasdi. Ha. Ishlar yaxshi yurmasdi. Nasrina bo'lmasdi. Ha. Tushunsizmi? Nasrina bo'lmasdi. Hamma yog'im og'riq. Ha. Kechgacha ish qilsam ham o'shandoqman. Ha. 7 sotka yotdim, qimirlamasdan. 7 sotka yotsam ham o'shandoqman-da. Hech qanaqa maza qilish yo'q organizmda. Quvvat yo'q. Quvvat bor. Ha. Quvvat bor, ishlatgan qo'rqaman quvvatdan. Ha. Shuna qo'rqib qolganman-da. Vohima. Qo'rquv. Qo'rquv. Aha. Shunaqa narsalar bilan siz undan oldin Toshkentda bir davolanganimda bir doktor Dubaj qilganman. Ha. Dubajni nima qilgan, qanaqa qilgan bilmayman. O'zim bu paytda tushunmaganman-da. Ha. Siz Dubajni menga birinchida aytmadingiz, lekin men sizga ishonib qo'yaman. Dubajingizni ham aytmadingiz menga. Aha. Keyin sizni nimaningizni men kuzatishni boshladim. Ha. Har kuni bergan darsingizni ko'raman. Aha. Darsingizni ko'rib Dubajni o'zim o'rgandim qanaqa qilish kerak. O? Dubajni men sразу pachkasini ichdim. Ha. Ichganimda maza qildim. O'sha bilan darsingizni ko'rib o'zim mana shu darajaga olib keldim. Qarang,
haligi mana shu videolarni ko'rib qilsang bo'ladi. Hammasini ko'raman. Bu ana yashang. Ha. Olib turibsizmi? Menga mashina tashab berasizlar o'zimni. Ha, qarang keyin shundan keyin o'zgardingizmi? Zo'r qilgandan keyin. Ko'rmayapsizmi? Hamma bo'ldi. O'tiring aka, o'tiring. Haligi shijoatga to'lib ketib qolyapti aka. Mana shu turib ketganda men ham turib oldim. To'g'ri. Shijoat haqiqatni aytyapman-da men. Quvvat qanday bo'ldi keyin? Mana quvvat udar o'zi bitta odat. bo'ldi. Ya bu kulgi quvvat shunchalik zo'r. Asli zo'r bo'lgandi. Asli yoshligimda quvnoqda o'rganmaganman. Shunaqa quvvat bo'lgan, quvvatni ishlatishni bilmagan ekanmiz-da biz. Befoyda narsaga ishlatganmiz quvvatni. Agar sizga o'xshagan o'qigan bo'lganda mana. Insonga yaxshilik qilish xohlaganman xolos. Men ota-ona avlodim shunaqa bo'lgan. Shunisiz men insonga hozirgacha ko'chada shuni ko'cha bolasi bo'lganman. Ko'chada bitta insonga aroq quyib ber degan emasman. Zo'r. Aroq yonimdan quyib berganman ikkisi. Men bir kishiga aroq quyib ber demaganman. Yonimda bitta odam shuni ochib qiynayotgan bo'lsa, bitta nonga bitta shashlik ololmayotgan bo'lsa, shuni oldiga qo'yib qo'yganman. Qo'limdan kelsa. Qo'limdan kelmaganda shu narsa qila olmadim-da. Qilganda qilganman. Men birovning qo'liga qaramaganman hozirgacha. Shu kuchlar kamayib, lanch bo'lib bo'shashib yotgansiz, endi ishlab ketib qoldi. Ishlab ketdi. Bo'ldi, endi o'tiring. Lekin 100% ishlagani yo'q. Yo'q, hali davom bor-da. Lekin zo'r natija. Bu yerda massajlarni oldingizmi? Bitta oldim massaj. Qanday bo'ldi? Massajdan keyin yengilladimi? Massajdan keyin sal qo'rqib oldim, lekin yaxshi. Qani yengilladimi? Yengilladi. Bo'ldi. Doktor gap yo'q. Sizlar bitta rasmga tushun beraman. Bo'ldi, ha. Alloh taolo xayrli qilsin. Bu akamiz hozir aytayotgan shikoyatlar juda ko'pchilik odamlarda bo'ladi. Yoshlarda ham bo'ladi. Yoshi kattalarda ham hozir akamizning yoshlari kattaroq, lekin yoshlarda ham bo'ladi. Ya'ni 20 yoshda, 30 yoshda shunaqa nima qiladi desa, tana sovuq qotib ketavergandan keyin, yaxlab ketavergandan keyin nima qiladi? Tana mushaklar spazm berib qoladi. Spazm berib qolgandan keyin o'tirsangizdan, tursangizdan faqat charchatadi. Faqat lanch qilib tashlaydi, faqat bo'shashtirib tashlaydi tana. Tana nima? U tana bor, lekin tana ishlamay qolgan bo'ladi. Shuning uchun ha, bu akamizga o'xshab mana shunaqa bo'lgan. Endi ular nima qiladi? Ba'zi bitta doktorlar bo'lsa faqat ukol, kapuzda ukol qilaveradi. Nega? Ular o'ylaydiki shu kapini tana ishlab ketib qoladi deb. Mana hozir sal oldinroq ko'rsatgan xolamizda ham ularga ham faqat kapinsa qilingan, ukol qilingan. Lekin tanaga ba'zida ukol kapinsa kerak bo'lmaydi. Odamlarimiz shunaqa tushunchali odamlar bor-da, ya'ni vrachning oldiga borsa, vrach aytadiki, vrachga shikoyatini aytadiki, vrach aytadi, "Men sizda og'riqlarni qoldirib bersam bo'ldimi?" deydi. Ha, ular ham aytadi, bemor ha deydi. Lekin keyin ko'pincha bemorlarga kapinsa qo'ymasa yoki bo'lmasa ukol dori qilmasa, ukol dori qilmadi deb aytadi-ku. Endi biz ukol dori qilmaymiz deb aytganmiz, shuncha osoncha qilmaymiz ukol dori. Lekin ukol dori qilmagan paytda tananing o'zi ishlaydi. O'zi ishlagandan keyin tana immuniteti o'zi ishlasa bo'ldi. Bu akamizni ham qilgan ishimiz hozir tananing o'zi ishlatib berganmiz. O'zi ishlab ketib qolgan. O'zi ishlaganda nima bo'ladi? Tana o'zi dorini ishlab chiqaradi. Shu ichkaridagi doktor deganimiz o'zi dori ishlab chiqargandan keyin sizga kerak emas hech narsa. Bu akamizni men hozir ko'rib turibman. Masalan, kelgandan keyin ko'rdim. Uyda ko'rmaganman. Lekin bu narsa degani siz ham hozir uyingizda o'tirgan bo'lsangiz, qayerda o'tirgan bo'lsangiz davolansangiz bo'ladi. Hozir men bugun bitta xolamizni chiqaraman, yana Qirg'izistondan kelgan. Super davolangan. Qirg'izistonda turib davolanibdi. Mana shunaqa o'zgaribdi. Nima qilgan? Biz aytgan narsalar shu videolardan ko'rib hammasi qilib chiqar ekan. Ko'rib qilib chiqar ekan. Ana shunday qilgandan keyin haliga bugun inshaalloh ulgursam ko'rsatib beraman sizlarga. Men buni nima uchun aytmoqchiman? Siz ham hozir boshlashingiz kerak. Hozir shu videolarni ko'rib chiqing, qaytib ko'rib chiqing. Tushunmaganingizni yana qaytadan ko'rib chiqing. Chunki men eng oddiy davolash usullarini, eng zo'r effekt beradiganini ichkaridagi doktorni uyg'otadigan narsani ko'rsatib berganman hammaga. Faqat bitta narsa sizda xohish bo'lish kerak. Siz ana shu xohish bo'lmasa tuzaladi. Ha. Ya'ni doktor ichingizdagi doktorni uyg'otish uchun odamda qaror qabul qilinadi. Qaror degani men bugundan tuzalaman, men o'zgaraman, men qilishim kerak deyishingiz kerak. Ana shunda mana miya shunday ochiladiki, ha, demak biz qilishimiz kerak ekan, biz tuzalishimiz kerak ekan, biz uyg'onishimiz kerak ekan. Odamlar shunday uyg'onib boshlaydi. Agar bitta odam voy tuzalamanmikan, o'zgaramanmikan desa, hech narsa bo'lmaydi. To'g'rimi aka? Ha. Nega? Qanchalik siz bo'shashsangiz, qanchalik lanch bo'lsangiz, qanchalik haliga o'zingizga ishonmasangiz, ichkaridagi doktor uxlab yotaveradi. Ichkarida shunaqa sistema borki, sizning miyangizga qarab u ishlaydi. Miyangizni qanaqa qilib ishlashingiz kerak? Bitta narsa, hech ikkilanmang. Hech narsadan ikkilanmang. Xuddi soppa-sog' odamdek, tub-tub zo'r sog'lom bo'lib qolgan odamdek harakat qilishingiz kerak. Ana shunda Alloh taolo sizga beradi, u mana bunday qilib beradi.
Alloh taolo xayrli qilsin. Alloh taolo hozircha menimcha joylarimiz bor, chunki odamlarimiz ancha kamaydi. Alloh taoloning fazli bilan biz sizlarga imkon darajasida to'g'ri lecheniya qilishga, to'g'ri davolashning yo'llarini tushuntirganmiz, ko'rsatganmiz. Bir ikkita savollarga javob beraman. Ichak mikroflorasini tiklanishi uchun maslahat bering, oldindan rahmat debsiz. Ichakda bitta narsa, ichak shunchalik muhim organki, 80-90% immun sistema ichagingizda joylashgan bo'ladi, ichagingizda. Ichagi yaxshi bo'lmagan odamning o'ti buziladi. O'ti buzilgan odam jigari tiqiladi. Jigari tiqilgan odam ko'zi ketadi, zreniyasi ketadi, xotira ketadi, asabi ketadi, bel og'riydi, bo'yin og'riydi. Ana shunaqa narsa. Eng asosiy narsa ichakda turgan bo'ladi. Ichakni birinchi zo'r tiklashning eng asosiy yo'li bu ovqatlanish rejimini to'g'rilashingiz kerak. Ovqat rejim bo'lmasa ekan, qolganining foydasi yo'q. Agar siz ovqat rejimini to'g'rilamasdan hamma yerga borganingizda hech narsa qila olmaysiz. Negaki siz ovqatni yeb o'zingizni kasal qilyapsiz. Odamni ovqat ham kasal qiladi. Qachon kasal qiladi? Ichingizga tushgandan keyin bijg'iydi, chiriydi, achiydi, undan keyin faqat zahar paydo bo'ladi ichidan. O'shaning uchun ro'za Ramazon oyida ovqat yetgan paytimizda anaqa solishimiz kerak emas ovqatda. Keragini yeng. Agarda tabiiy narsalarni non qo'shmasdan, xamir qo'shmasdan og'ir ovqatlarni yemasangiz, tanangiz zo'r ishlab ketib qoladi. Tana ishlagandan keyin siz bittagina xurmo yesangiz ham tanaga xurmo singiydi. Agarda 10 ta ovqatni yeb olib, hammasini munoq qilib yeb turib, u singimasa, narigi tomonga tushib ketadi hammasi. Ovqat ham avvara bo'ladi, o'zingiz ham avvara bo'lasiz. Shuni meni oldimga kelayotgan odamlar borda, tiqilib qolgan, jigar tiqilib ketgan, o'ti tiqilib ketgan, ichaklar umuman tiqilib yotdi, umurtqalar tiqilib qolgan, oyoqlarda buyraklar, boshlar hamma joy tiqilgandan keyin haligi odam borgan sayin kasal bo'ladi. Borgan sayin u odam o'tirgan joyda kasal bo'ladi. Nega? Ovqatining o'zini zaharlaydi. Ovqatning o'zi tanani zaharlab tashlaydi. Shunaqa mana bu odamlar qanaqa bo'ladi? Shuni ko'rsangiz terilarda dog'lar tushib ketayotgan bo'ladi. Ko'rsangiz lan, charchagan, bo'shashgan, quvvati yo'q. O'tirib ham charchaydi, yotib ham charchaydi, uxlab ham charchaydiganlar bo'lib qoladi. Ana shunaqa odamlarni birinchi tanada quvvat bo'lmaydi, qon aylanmaydi. Kecha Qirg'izdan kelgan opamiz ham, Qirg'izistondan kelgan opamiz aytayapti. Yursam deydi, yurib kelganimdan keyin shunday cho'zilib qolardim, faqat xuddi jonim chiqayotganda ketib qolardi. Nega? Qon aylanmay qolgan. Bunaqa odamlar ko'p ekanda men ko'ryapman, mana oldimizga kelyapti. U odamlar o'ylaydiki, quvvatim yo'q, ovqat yeyishim kerak deb o'ylaydi. Mazaqlaman deydi. Ovqat yesam quvvat kiradi. O'y, shashlik yesam mazaqlaman deydi. Bu ana, yashang. Shashlik yesam mazaqlaman deydi, u kasal qiladi bilmaysan hamda. Ovqat ko'pi hazm bo'lmagandan keyin ichidagi jigarga, o'tga, buyrakka tiqilgandan keyin ishoning ko'zingizni ketkazadi, zreniyangiz ketadi, xotirangiz ketadi, oyog'ingiz, belingiz, buyragingiz hamma organni ketkazib tashlaydi. Nega? Ovqat borib tiqiladi. Tiqilgan joyda qon aylanmay qoladi. Shuning uchun ovqatning hikmati to'g'ri ovqat yeyishingizda, samarali ovqat yeyishingizda va kechqurun yemasligingizda bo'ladi. Kechqurun kamroq yeyishimiz kerak. Ko'pchilik odam aytadi, men baribir tuzalmayman deydi. Tuzalmasligining sababi ovqatini to'g'rilamayotganda. Odamlarni sizni qo'rqitadi. Odamlar aytadiki, "O'y, ovqat yemasang yiqilib qolasan, ovqat yemazdan qochib qoladi, ketib qolasan, ovqat yemasang o'tib ketasan, ovqat yemasang sulayib qolasan." Hech narsa bo'lmaydi. Ovqat yemasangiz zo'r yurasiz. Ovqat yurolmasangiz, ovqatni qiyemasangiz quvvat kiradi tanaga. Ana shunaqa o'zgaradi. Nima dedingiz aka? Zo'r. Haqiqatda mana men ovqat yemayapman. Birodarni olmayapman. Yashang. Tirik guvoh akamiz ham ovqatni kamroq yeganlar, yo'qsa parhez zo'r qilib yuribdi. Bir sotkada shunday aytdilar, nima eshitdim? Nima berildi dedilar. Sada sut ovqati degan. Bir sotkada o'sha ovqat yedim. U ana 4 dona urug' yedim bir sotkada. Quvvatim zo'r. Nega? Chunki tanaga ovqat birinchi tiqiltiradigan narsa jigarni o'tga borib tiqilgandan keyin narsalar qoningiz aylanmay qoladi. Qon aylanmagandan keyin mashinaning benzini bor, bir karburatormi degan joyi bo'ladi. Shu benzin tortmaydigan joyi. Benzin bakda turaveradi, mashinangiz o'ta olmaydi. Odam ham shunaqa bo'lib qoladi. Ichiga ovqat turibdi, bu yerda ovqati bor, jigarda yog'i bor, qorin bu chiqib yotibdi, lekin quvvat yo'q bo'lib qoladi. Yurgisi kelmaydi, lanch bo'ladi, bo'shashadi. O'shaning uchun Alloh taolo xayrli qilsin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Odamlar kutib qoldi. Yana tarazimga cho'lasiz. Shuni o'chirayda mana, o'chirayda. Faqat bitta narsani o'qilishingiz kerak, o'zingizga o'zingiz qarashingiz kerak. Doktor ichingizda, doktoringiz ichingizda, ichkarida doktor uyg'otishimiz kerak. Uning uchun birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ovqat, to'g'ri ovqatlanish, programmani to'g'rilash,
Undan keyin faqat kayfiyat. Unday qilib jilmayasiz, jilmaying, yana jilmaying, jilmaying. Alloh taolo xayrli qilsin, yaxshi kunlarda gaplashamiz.